kishilik hayotda biz nurg'ulg'an sinoqlarga duch keladiganmiz. Bilib bilmay ezib, mangulik dard va azoblarga mubtalo bo'ladiganmiz. O'xshash tug'ilib, o'xshash yashaydiganmiz yo'q. Ammo vijdon g'urur tarasiga tushgan chig'imizda o'zimizning qilgan atganlarimizga qarab pushaymon o'tirda ochiq to'lg'in deganmiz. Muhabbat, nafrat, vafo, axloq, vijdon, g'urur, pushaymon, hasrat, mana bularning hammasi bizning insonlik qimmatimizni haqiqiy ma'noga ega qiladigan sinoqlarning birisi bo'lib qoladi ekan. Bu sinoqlarning orasida insonlik qimmatini yo'qotib qo'yayotgan ozg'on bandaning birisi bo'lish supatim bilan shuni his qilib yetdimki, dunyoda haqiqiy, durust odam bo'lib yashamak haqiqatan tez ekan. Ay bulsun hem meyli şah kaday, yıldız bulsun ya ki dolun ay.